Eronning tarkibida final oldidan kutilmagan o'zgarishlar bo'ldi. Al-Ayn Kub musobaqasi finaliga sanoqli soatlar qoldi. Ilk uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron bilan yuzma-yuz keladi. Ikki jamoa ham g'alaba uchun ko'p narsani berishga tayyor. Raqiblar tarkibida esa final oldidan bir qator o'zgarishlar kuzatildi. Eron bosh murabbiyi Amir G'alinoy FIFA kunlari uchun avval katta ro'yxat e'lon qilgandi. Biroq Kaba Verdega qarshi o'tkazilgan bahsdan so'ng terma jamoada kutilmagan kadrlar almashinuvi ro'y berdi. Sepaxon himoyachisi Amin Qazbaviy va Rossiyaning Rostov klubi uchun harakat qiladigan Muhammad Mohibiy jarohatlar sabab yig'inni tark etib, o'z jamoalari ixtiyoriga qaytdi. Ayniqsa Mohibiyning holati hayrat uyg'otdi. U Kaba Verdega qarshi to'liq o'yin o'tkazgan. Keyin esa o'zini noqulay his qila boshlagan. Penaltilar seriyasida ham aniq zarba bergan futbolchi jarohat ortidan umumiy ritmdan chiqib qoldi. Qazbaviy esa o'tgan o'yinda qaydnomaga ham kiritilmagandi. G'alinoy ushbu yo'qotishlarni tezda qoplashga intilib, ularning o'rniga ikki qanot hujumchisini chaqirdi. Dubayning Al-Nasr klubi hujumchisi Mehdi Gaidi hamda Al-Ittihod Kalba vakili Muhammad Mehdi Mohibiy tezkor ravishda terma jamoa yig'iniga qo'shildi. Bu o'zgarishlar amalda Eronning qanotdagi o'quvini yanada kuchaytirishga qaratilgandek ko'rinadi. Shu bilan birga Persepolis jamoasi vingeri Muhammad Omri kichik jarohatdan tuzalib, asosiy tarkib bilan to'liq mashg'ulotni boshladi. Uning qaytishi G'alinoyga hujumdagi variantlar sonini ko'paytirish imkonini bermoqda. Ikkala terma jamoa ham juda mas'uliyatli bahs ostonasida turibdi. O'zbekiston tarkibi barqaror va yaxshi kayfiyatda finalga tayyorlanmoqda. Eron esa kuchaygan qanotlar va yangi variantlar bilan finalga kirib kelyapti. Futbol ishqibozlari kutgan kun ham yetib kelmoqda. Eron O'zbekiston o'yini bugun soat 21:00 da start oladi. Finalda qaysi jamoa o'zini aytadi? Muxlislarni oldindan juda maroqli kecha kutib turibdi.